Serial Tozalovchining 90-qismi 2025 yil 7 noyabr kuni soat 21:25 da Milliy telekanalida namoyish etiladi. Yangi bo'lim yana bir bor tomoshabinni tozalash ortidagi hayotga, insoniy sinovlarga va ayol jasoratiga shongdiradi. Axir, shiorida aytilganidek, har chang ortida bir ayolning hikoyasi bor. Tozalovchi o'zining ruhiy chuqurligi va samimiy ifodasi bilan ajralib turadi. Har bir qism bu oddiy voqea emas, balki inson ruhining kurashi, ichki poklanish va hayotdagi sinovlar haqida hikoya. Bosh qahramonning kuchi shundaki, u jim tursa ham yuragidagi og'riqni yengadi, hayotning og'ir tomonlariga qarshi kurashadi va or-nomusini saqlab qoladi. 90-qismda esa tomoshabinlarni kutilmagan hodisalar va yurakni ezadigan sahnalar kutmoqda. Ba'zi lahzalar ko'zga yosh keltiradi, ba'zilar esa umid baxsh etadi. Aktyorlarning ishonarli o'yini, rejissyorlik mahorati va vizual uslub bu serialni alohida qiladi. Tozalovchi – bu hayotning o'zi, har bir chang zarrasi ortida inson dardi, har bir qadamda esa yurak poklanishi yashiringan.